Bilimga chanqoq o'quvchilar, aziz abituriyentlar, siz jahon va o'zbek xoreografiya san'ati tarixiga qiziqasizmi? San'at jurnalistikasida o'z imkoniyatlaringizni sinab ko'rmoqchimisiz? Kelajakda balet va raqs san'ati sohasida ilmiy izlanishlar olib bormoqchimisiz? Sizni O'zbekiston Davlat xoreografiya akademiyasi san'atshunoslik bo'limiga o'qishga taklif etamiz. San'atshunoslik keng ma'noda san'atni o'rganadigan ijtimoiy fanlar majmui. San'atshunos bu san'atning turli yo'nalishlarini o'rganadigan mutaxassis. U san'at tarixi, nazariyasi va tanqidiy tahlil bilan shug'ullanadi. Siz sifatli ta'lim olishingiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Aynan siz bizning talabamiz bo'lishingiz mumkin. Men san'atshunoslik ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi Jamshidbek Mirsoliyev bo'laman. Shu kungacha ustozlarim tufayli juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. Ya'ni qo'shni Qozog'iston Respublikasida o'tkazilgan Ofarin Lazgi, Navoiy o'qishlari ko'rik tanlovlarida ishtirok etganman. 2-chi xalqaro Lazgi festivalida ishtirok etish men uchun juda ham katta yutuq bo'lgan. Siz ham bizning safimizda bo'lishni xohlaysizmi? Unda sizni ushbu dargohga chorlab qolamiz.